alaykum aziz kitobxon. Bugun O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti, yurtimiz mustaqilligining asoschisi Islom Abdug'aniyevich Karimov tavalludining 88 yilligi nishonlanmoqda. Islom Abdug'aniyevich Karimov 1938 yil 30 yanvarda Samarqand shahrida tavallud topgan. U muhandis, iqtisodchi, mutaxassisligi bo'yicha tahsil olib, mehnat faoliyatini sanoat va iqtisodiyot sohalarida boshlagan. Keyinchalik davlat boshqaruvi tizimida mas'ul lavozimlarda ham ishlagan. 1989 yilda O'zbekiston rahbari etib saylangan. Islom Karimov 1991 yil 31-avgustda O'zbekiston Respublikasining davlat mustaqilligini e'lon qildi. Shu tariqa u mustaqil O'zbekistonning birinchi prezidenti bo'ldi va 1991-2016 yillar davomida mamlakatga rahbarlik qildi. Islom Karimov prezident sifatida ma'naviyat, vatanparvarlik va xalq farovonligiga alohida e'tibor qaratdi. Uning asarlari bugungi kunda ham muhim ahamiyatga egadir. Yuksak ma'naviyat, yengilmas kuch, O'zbekiston 21-asr bo'sag'asida vatan sajdagoh kabi muqaddasdir kabi eng mashhur asarlari bor. Islom Abdug'aniyevich Karimov 2016 yil 2-sentyabrda vafot etgan. U qoldirgan boy siyosiy va ma'naviy meros bugungi kunga va kelajak avlodlar uchun muhim ibrat maktabi bo'lib qoldi.